Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Demak, o'tgan darsimizda biza demak filtrlashni o'tdik where clause yordamida, where buyrug'i yordamida va o'tgan demak mavzularimiz qiyoslov operatorlari yordamida o'tdik filtrlashni va boolean operatorlari yordamida and or yoki not operatorlari yordamida filtrlashni o'tdik. Bugungi darsimiz bo'lsa, hozir davom ettiramiz. Yana filtrlash temasi mavzusiga aloqador. Xo'p, o'tgan darsimizdagi demak track degan tablitsamizni ochadigan bo'lsak, xo'p, 3 minut va 5 minut oralig'idagi musiqalar ro'yxatini biza demak radioga bergandik. Xo'p, endi demak so'rovda o'shanda biza and demak operatoridan foydalangandik. Xo'p, xuddi shuni hozir boshqacha usulda ko'rib ko'ramiz. Xo'p, select demak uch minutda biza xo'p, o'tgan safar demak matematika amal bajarib bo'luv ming ko'paytirilgan demak sekundga birinchi mingga bo'lib sekundga aylantirib yubordik va 60 ga bo'lib minutga aylantirib yubordik. Xo'p, ba'zi joylarda demak shu minutimizni 0 ko'rsatdi. Aslida 0 bo'lmasa ham hozir demak millisekundlarimizda demak 3 minut oralig'ida demak sekundda 180 sekund bo'lsa 60 sekunddan har bir minutimiz 180 sekund. Millisekundga aylantirish uchun demak 0 demak 1000 ga ko'paytirib qo'yamiz. And dedik. Kichik yoki teng bo'lsin, 5 minut bo'lsa demak 300 sekund bo'ladi va millisekundga aylantirish uchun demak 1000 ga ko'paytirib yana 3 ta 0 yozib qo'yamiz va limit aytaylik 10 ta boshidagi 10 ta musiqani ro'yxati kerak edi. Xo'p, umumiy soni bo'ladi. Umumiy soni yana xuddi shu buyrug'imiz count yordamida demak yozishcha limit qilganim bilan hozir umumiy sonini ko'rsataveradi. Demak 1954 ta musiqamiz bor ekan, 3 minutdan yuqori va 5 minutdan kam bo'lgan. Endi xo'p, biza end operatori yordamida bajargandik. Demak, end boolean operatori yordamida bajargandik. Bundan boshqacha yo'llari bormi? Bor. Bundan boshqa demak bizani between degan operatorimiz bor. Bu operator yordamida demak ikkita qiymatda orasidagi barcha qiymatlarni qaytarish. Xo'p, endi qiyoslov operatorlarimizni olib tashlaymiz. Millisekundda demak 1800 va 3000 orasidagi demak bo'lgan qo'shiqlarning ro'yxatini menga bergin degani. Xato qildim. Qiyoslov operatorlari kerak emas bizga. Demak 180 va 3 ta 0. End operatori kerak bo'ladi. Demak, tracks degan jadvalimizdan nomi va millisekundlarni menga qaytar. Demak, filtrlayotganimizda millisekundlari demak between 1800 ya'ni 3 daqiqa va 5 daqiqa oralig'idagi bo'lgan barcha qiymatlarni qaytar. Boshidagi 10 tasini hozir qaytaryapmiz. Limit 10 orqali. Demak, mana.
Xo'p. Oldingi mana bu jadvalimiz bilan end operatori va qiyoslov operatorlari yordamida ishlagan so'rovimiz bilan hozirgi so'rovimiz bir xil. Demak, ularning soni, umumiy soni 1954 edi. Birinchi ishlatgan komandamiz, birinchi ishlatgan so'rovimizning qiymati hozirgisiniki bo'lsa 1954 ta bo'lishi kerak. Bir xil qiymat qaytarilishi kerak. Qilamiz. Demak, yulduzcha 1954 ta demak qiymat. Demak, bizda between bo'lsa komandasi yordamida demak 3 minut va 5 minut oralig'idagi barcha qiymatlarni qaytardik. Xo'p. Endi aytaylik biza schema albom ID'si bo'lgan demak birinchi va uchinchi demak albomlarni qaytargan desa, biz yozib chiqardik. Qanaqa yozardik? ID select name album ID demak from tracks ID or barobar 2 or barobar 3. Demak, hozir biza albom ID'lari 1, 2, 3 va albom ID'si demak 4. Demak, 1 dan 4 gacha bo'lgan ID'dagi albomlarnidagi barcha qo'shiqlarni qaytargan deyapmiz va bu so'rovimizni amalga oshirsak, mana bu yerda xato qilman, albom ID qo'shilib yozilishi kerak. Mana 1 dan 4 gacha bo'lgan albomda ishtirok etgan barcha qo'shiqlarimizni qaytardi. Demak, albom ID'si 1, 2, 3 va 4 bo'lgan demak qo'shiqlarimizni qaytardi. Ularni demak soni bizda count qilamiz. 22 ta ekan. Endi xuddi shunaqa buyruqqa bir qancha o'g'irlay yozmasdan turib, between bilan bemalol qilishimiz mumkin ekan. ID between and to'g'ri bo'lsin. 22 ta. Xuddi shunaqa bir xil qiymat qaytardi. Demak, bu so'rovimiz bir xil javob qaytardi, xuddi oldingi mana bu so'rovimiz kabi. Bu so'rovimizni xuddi shunaqa oldingi o'tgan operatorimiz demak yordamida qilishimiz mumkin edi. Demak, yana bitta qo'shimcha demak varianti album ID katta yoki teng 1 and album ID kichik yoki teng 4 deb yana xuddi shunaqa demak qaytarishimiz mumkin. Bu endi between operatorini tanlash bu vazifani qanaqa qo'yilganiga bog'liq. Bir qancha demak qo'yilgan vazifaga bir qancha yo'l orqali yechim topsa bo'ladi. Hozir demak bitta natijani demak bir xil natijani 3 xil yo'l bilan topdik. Demak, birinchisi har bittasini yozib chiqib or orqali, ikkinchisi between yangi operatorimiz between yordamida, ya'ni 1 dan 4 gacha bo'lgan albom ID'dagi barcha qo'shiqlarni menga qaytargan degan va demak solishtiruv operatorlari yordamida katta yoki teng 1 bo'lsin va albom ID'si kichik yoki teng 4 bo'lsin degan komanda bilan demak filtr bilan qaytardik bir xil qiymatlarni. Bu qaysi birini qachon tanlash endi qo'yilgan vazifaga qarab demak bajariladi. Betweenni bitta muhim jihati demak bizda between ko'rsatilgan bo'lsa, demak 1 dan 4 gacha 1 ham kiradi, 4 ham kiradi. Ya'ni
ko'rsatilgan sonni barcha qiymatlari kiradi. Endi betweenni faqat sonlarda ishlatamizmi? Yo'q, betweenni demak harflar orqali ham qilishimiz mumkin. Agar bizda jadvalimizda demak A B C D E F G degan demak qatorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, demak between qaysidir qator, o'sha qatorning nomi va A dan C gacha desak, A B C ni chiqazib beradi. A dan D gacha qilsak, demak A B C D deb o'sha qatorlarni ko'rsatib beradi. Faqat sonlardan tashkil topmaydi between. Xo'p, keyin kelinglar yana bitta demak misol ko'rib chiqamiz. Demak, boshqa topshiriq bo'lsin. Select demak first name, customer degan tabletsamizdan first name, country, demak fax, phone va email from customers limit on qilaylik. Xo'p, bizaga demak Braziliya, Germaniya va Kanadadan bo'lgan bizning xaridorlar ro'yxati kerak. Hop. Limit tashlaymiz. Endi filtrni qo'yishni boshlaymiz. War, demak country. 3 ta davlatda biz hozir filtr sifatida ishlatyapmiz. Demak Brazil. Bu yerda end ishlata olmaymiz. O'tgan safar ko'rib chiqqanmiz. Bitta demak customer ikkita davlatda birdaniga bo'lishi mumkin emas. Demak, shuning uchun or operatori yordamida demak ishlatamiz. Country equal to Germany. Or demak country equal to Canada bo'lsin. Demak, 3 ta davlatdan bo'lgan demak xaridorlarimiz ro'yxatini chiqarib berdik. Endi aytaylik, Belgiyadan bo'lgan xaridorimiz kerak. Yana or country equal to Belgium. Mana Belgiyadagi xaridorimiz ham qo'shildi. Xo'p, bizda 200 ga yaqin davlat bo'ladigan bo'lsa, har bitta davlatdagi demak 100 ta davlatdan demak xaridorlarimizni chiqarib bergan. Boshqa aytsa, har bittasida or qo'yib ketaversak, demak so'rovimiz juda ham kattalashib ketadi. Xo'p, buni between orqali yecha olamizmi? Yo'q, yecha olmaymiz. Between orqali hozircha yecha olmaymiz buni. Between o'rniga demak bu yerda bizga yordamga keladigan operator bor. In degan operatorimiz bor. Xo'p, xuddi shunaqa yana zaпрос keldi. Aytaylik, rahbariyatga qiziq. Bizga Braziliya, Germaniya, Kanada va Belgiyadan demak bo'lgan xaridorlarimiz ro'yxatini chiqarib bergan desa, demak so'rovimizni yozib chiqamiz. Demak first name, country, fax nomeri kerak, phone nomeri kerak va email kerak kontakt qilishimiz uchun from customer degan tabletsamizdan va filtr qo'yishni boshlaymiz. Endi filtr qismi keldi. Where country in deymiz. In demak operator yordamida in yordamida demak host ochib olamiz va bizga kerak bo'lgan davlatlarning ro'yxatini yozib chiqamiz. Brazil va Germany, Kanada va bizda demak Belgium bo'ldi. Operator bo'ldi. Mana inni yopdik. Xo'p. Nimasi ketmayapti? Germany, Kanada, Belgium. Nuqta virgul qo'ydim-ku.
Hop. Country fax from customers country in to'g'ri yozdik. Lekin so'rovni tugatmayapti bizda. Klik qilamiz. Xato chiqadi. Xatoyimiz mana. Kanadadan chiqazyapti. Kanadani boshlanganda demak biza bir tirnoq bermaganmiz. Demak, like 3 chinoq tb qilamiz, ichiga kirib olamiz va xuddi shu so'rovimizni qaytadan yozamiz. Demak, faqat Kanadani oldiga bir tirnoq qo'shib qo'ysak, qiymatimiz mana manba biza or yordamida ishlatgan, demak, qiymatlarimiz chiqadi bu yerda. Luis Leniye Nicholas bilan tugadi. Luis Leniye Nicholas bilan tugadi. Buni demak, not table borsak, xuddi shu so'rovni qaytarsak, bir xil qiymat oldingi so'rov bilan, or yordamida yozilgan so'rov bilan bir xil qiymatni qaytarib beradi. Endi bu yerda bizaga between emas, in kalit so'zi demak yordam berar ekan. Bir qancha demak tekstda filtrlashda bir qancha demak kriteriyalar bo'ladigan bo'lsa, bir qancha demak parametrlar bo'ladigan bo'lsa, in so'zini ishlatish bizaga qulaylik olib kelar ekan. Kelaylik shuni demak track yordamida demak amalga oshiramiz. Xo'p, tracks degan demak tabletsamizda schema qilib olamiz. Tozalab olaylik. Xo'p. Select name bo'lsin, musiqani nomi, albom ID'si bo'lsin. Hop, demak albom ID'si bo'lsin va shuni o'zi yetarli. From tracks limit 5 bo'lsin. Hop. Limit yozdimmi? Demak, albom ID'si 1, 2, 3 va hokazo. Oldin ko'rib chiqdik, demak between edi. Demak 1 dan 4 gacha bo'lgan qo'shiqlarning soni kerak edi bizda. Demak, albom ID between 1 and 4. Ya'ni 1 dan 4 gacha bo'lgan albom ID'ga qo'shiqlarni bizaga demak so'z qolib ketdi. Bu jadvalimizda demak 1 dan 4 gacha bo'lgan albom ID'ga qo'shiqlarning ro'yxatini menga bergin degan so'rov yozib chiqdik. Lekin bu yerda between'ning bitta kamchiligi bu kamchilikmi, ustun jihatimi? Demak, between faqat demak 1 dan 4 gacha bo'lganini beradi, lekin oradagi agar qoldirib ketsak-chi, bizga uchish kerak emas. Bizga faqat 1, 2 va 4 diga nimalar kerak? 3 nomerdagi ID, 3 ID'dagi demak albom ID'dagi qo'shiqlarni bizga qizig'i yo'q. Shuning uchun bizga faqat 1, 2 va 4 diga qo'shiqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz between ishlata olmaymiz. Bu yerda xuddi shunaqa oldingi misolimizga o'xshab, demak in so'zi yordam beradi. In deymiz, demak xuddi shunaqa house ochamiz va 1, 2 va 4 ni beramiz. Bu yerda between dan farqli ravishda xohlagan qiymat degani demak ketma-ketlik bo'lishi shart emas. Demak chiqazib beradi. Hozir mana 3 degani chiqazib yubordik. Mana bu yerda 3 bor edi.
uchligini chiqazib yuborib turib, demak bizga kerakli qiymatlarni oldik. Between faqat o'sish tartibida yoki kamayish tartibidagi demak qiymatlarimizni berishi mumkin demoqchi edim. Men bu yerda xato qildim. Between faqat o'sish tartibidagini beradi. Hozir buni misolini ko'ramiz. Between torrent 1 deya olmaymiz. Bu xato beradi. Hech nima bermaydi. Between faqat o'sish tartibida bo'ladi. In bo'lsa xohlagan tartibda, xohlagan bizga kerakli qiymatda demak berishimiz mumkin. To'g'ri bo'lsin, demak 2 bo'lsin, 1 bo'lsin, misol uchun 7 bo'lsin, albom ID-ga. Demak, buni ketma-ketligi demak o'sish tartibida bo'lishi shart emas. Between'da bo'lsa, demak birinchi demak kamini yozamiz va undan keyin ko'pini yozamiz. Agar teskarisini yozib qo'ysak, bizga u qiymat qaytarmaydi. Mana bu between va in demak kalit so'zlarini orasidagi farqlar edi. Xo'p. Endi yana bitta qiziq tema. Xo'p. Bizga bitta qo'shiq kerak. Juda ham yoqib qoldi, aytaylik. Qanaqadir love degan so'z ishtirok etgan nomida, lekin biz uni nomini to'liq eslolmayapmiz. Buni qanaqa qilib ajratib olamiz? Bu yerda bizga yordamga keladigan will card degan demak termin bor. Bu qanaqa ishlatiladi? Demak, select deymiz. Bu demak bizda 3503 ta qiymat bor edi. Uchun 503 ta adashmasam qiymat bor edi. From tracks. 3503 tani ichidan, qo'shiq ichidan demak biza hozir chinovga borib turib, menga bitta qo'shiq yoqib qoluvdi, lekin nomini eslolmayapman desak, u qiynab qo'yamiz xaridorni. Demak, siz o'sha yoqtirgan qo'shig'ingizni nomini qanchadir qismini bo'lsa ham esla olasizmi desa, demak, bu qo'shiqning ichida demak love degan so'z bor edi yoki love degan so'zdan boshlanardi deydigan bo'lsa, demak, uni topish ancha osonlashadi. Xo'p. Select name o'zi kerak bizga. From tracks or name like deymiz va bu will card ishlatilishi endi. Xo'p. Love degan demak so'z ishtirok etgan bitta qo'shiq bor edi deb qidiruvga bersak, chiqazmaydi hech nima. Yo'q, bor ekan bitta dona. Bitta dona qo'shig'i bo'ldi. Demak, love degan qo'shig'imiz bor ekan. Mana shu yerda biza unit price'ini chiqazaylik. Love degan qo'shig'imiz bor ekan. Xo'p, aytaylik foydalanuvchiga aytdik. Mana shu qo'shiqmi desak, yo'q dedi. Bu qo'shiq emas edi. Meniki aytaylik 1 minutdan kamida boshqa desa, bizada faqat demak love degan bitta dona qo'shiq bor ekan. Endi o'sha nomida love degan so'z ishtirok etganda deylik. Mana bu belgini ishlatamiz. Xo'p, nima degani bu? Demak, so'z orasida, qo'shig'i demak nomini orasida love degan so'z bor. U oldi anaqa misol uchun o'rtasidami, oxiridamida farqi yo'q. Mana shu belgi, demak, protsent belgisi bizada so'zni boshida qanaqadir so'zlar bor, oxirida qanaqadir so'zlar bor qo'shig'i nomida va o'rtasida demak love degan qo'shiqlarimiz chiqdi. Mana 3500 tadan ko'ra ozgina kamroq nomdagi demak qo'shiqlarimiz ro'yxati chiqdi. Do you love me degan qo'shiq yoqqan bo'lishi mumkin, biz bilmaymiz. Uni aytishi bo'yicha demak love degan so'z ishtirok etgan, demak u 3503 tani ichidan qidirib chiqqandan ko'ra demak mana bizga qisqaroq qiymat berishimiz mumkin. Will cardda demak mana shu bo'lishi mumkin. Demak, will cardda ishlatishi demak mana bu belgimiz bizada, demak protsent belgisi. Xo'p, so'zni demak oldi qismida qanaqadir demak so'zlar ishtirok etgan
bo'lishi mumkin, bo'lishi bo'lmasligi ham mumkin. Keyin love keladi va undan keyin yana qanaqadir so'zlar ishtirok etgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, misol tariqasida ko'ramiz. Demak, hozir mana shu qiymatni men olib tashlayman va faqat love degan so'zdan boshlanadigan qo'shiqlar qiymatini beradi. Xo'p. Endi mana bu yerda protsent belgisini olib tashlaymanda boshiga qo'yaman. Faqat love bilan tugaydigan so'zlar anaqasini beradi, musiqalarni beradi. Mana ikkita tablicani e'tibor bergan bo'lsanglar, bir-biridan farq qilyapti. Mana love in an elevator degan qiymat bergan, demak, javob bergan bo'lsa, birinchi so'rovimizda boshida demak love dan boshlanishi kerak edi. Ikkinchi savolimizda love dan tugashi kerak. Like, name, like, love dan tugashi kerak. Bu wildcardlar hisoblanadi. Demak, so'z o'rtasida kelsa ikkita mana bunaqa ishlatamiz. Protsent belgisi va love. Wildcard ishlatamiz. Bu bir qancha belgidan keyin degani ham. Endi bitta belgidan keyin aytaylik menga demak love kelgan bo'lsa, demak qanaqadir bitta belgidan keyin love keldi. Bunday qilamiz. Love ishlatamiz. Mana bu bitta belgi. Ov degan demak nima bor bizda? Bu bir yoki bir qancha belgini bildirsa, bu esa bitta dona belgini bildiradi. Buni kartlar bo'yicha demak ishlaydigan bo'lsak, demak customer tablichamizda ishlaydigan bo'lsak, from country keladi city deylik. City like demak new dan boshlanadigan demak shahardan bo'lgan xaridorlar ro'yxatini bizga bergan deydigan bo'lsak, demak city demak New Yorkdan bo'lgan faqat anaqa bitta dona xaridorimiz bor ekan. Xo'p, agar uni shahri emas, davlati country like bo'lsin, demak xo'p, nima deymiz? Adam boshlanadigan Australia Avstraliyadan demak Avstriya va Avstraliyadan demak ikkita demak xaridorimiz mavjud ekan. Bu nimani bildiradi? Hozir berganim. Demak A nижний подчеркивание keyin S undan keyin protsent belgisini qo'ydim. Demak boshlanishi A bo'lsin, undan keyin istalgan bitta harf va undan keyin S va demak nижний подчеркивание bilan demak protsent orasidagi farq, nижний подчеркивание faqat bitta dona simvol. Protsent bo'lsa undan keyin demak xohlagan demak miqdordagi demak harflar birikmasi bo'lishi mumkin ekan. Aytaylik, bizga davlatlar qiziq, liya bilan tugaydigan davlatlar qiziq. Oldida xohlagan narsa bo'lishi mumkin va liya bilan tugaydigan davlatlar qiziq. Avstraliya bor ekan. Endi iya bilan tugaydigan davlatlar bo'lsa, demak Avstraliya, Avstriya, Indiya degan demak qiymatlar bor ekan. Bu wildcard mavzusi hisoblanar ekan. Rahmat. Endi bizada yana bitta qiziq tema. Xo'p, olib tashlaymiz biza. Demak, filtr qismini olib tashladik va bizga aytaylik, umumiy olganda qaysi davlatlardan bizada xaridorlarimiz bor. Jadvalimizga qaraydigan bo'lsak, demak, Braziliya bir qancha
xaridorlarimiz bor Braziliyadan, demak Belgiyadan bitta hozir xaridorimiz bor ekan. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir qancha, Kanadadan bir qancha demak xaridorlarimiz bor ekan. Umumiy olganda bizani xaridorlarimiz qaysi davlatlardan iborat desak, demak bizada demak davlatda mana davlatlarning ro'yxatini berdik, lekin bu yerda qiymatlarimiz bizada qaytarilyapti. Xo'p, Excel'da ishlatadiganlar biladi. Demak, unique value demak u dalil dublikat qilib, demak biza faqat unikalniy qiymatlarni qaytarib olishimiz mumkin ekan. Demak, bizani so'rovimizda esa unikalniy qiymatlarni qaytarish uchun distinct country qilsak, demak faqat unikalniy qiymatlarni qaytarib beradi. Distinct country qilib count ichiga olsak, demak nechta bizada davlatlardan nechta davlatlardan xaridorlarimiz mavjudligini ko'rsak bo'ladi. 24 ta turli davlatlardan bizga xaridorlar mavjud ekan, xaridorlarimiz mavjud ekan. Esingizda bo'lsa, demak, customer tablitsamiz 59 ta qatordan iborat edi. Yulduzcha qo'ysak ham yoki bitta qatorni ko'rsatsak ham, demak 59 ta chiqadi. Unikalniylari bo'lsa, demak 59 ta xaridorlarimizdan, demak 24 ta davlatdan 59 ta umumiy xaridorlarimiz bor ekan. Bu demak distinct so'zi yordamida, distinct buyrug'i yordamida unikalniy значениyalarni qaytarib olishimiz mumkin ekan.